Hurmatli Jonli ohanglar kanali muxlislari, aziz otaxon, onaxon, aka-uka, opa-singil qadrdonlar, bizni qadrli va mehrli obunachilarimiz. Bugun biz Quvat tumanining Begat qishlog'ida Ubaydullaxon tog'amlarning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Ya'niki aziz insonlarni mana shunday go'zalliklar bilan tanishtirish maqsadida va bular bilan birgalikda suhbat qurish maqsadida shu yerda hoziru nozir bo'lib turibmiz. Albatta, gulchilik ham bir san'atdir. Hozir tog'amizga beradigan savollarimiz bor. Albatta, vaqtlarini ajratib bizni yaxshi kutib oldilar mana bu yerga, chunki ko'pchilik tashrif buyuradi. Hech kim bu xonadondan norozi bo'lib ketgan emas. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Mahliyoxon. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, biz savollarimiz shundan iboratki, bugungi kunda obunachilarimiz orasida qo'shiq, she'riyat shaydolari qatori albatta gulchilikni ham san'at deb bilgan, sevgan insonlar bor. Albatta ular uchun ushbu videolarimiz sovg'a bo'ladi. Sizga beradigan savollarimiz shundan iboratki, gulchilikka qiziqishingizga, ya'niki mana shunday nozik kasbga qiziqib, buni davom ettirishingizga sababchi bo'lgan insonlar haqida gapirib bersangiz. Men hozir 59 yoshdaman. Bu gulchiligida men otam rahmali bilan u 75-yillar birinchi marta har xil qizil, sariq, ota esimda yo'q gullar bor, juda oddiy. Shu gullardan biz xonadonimizga ekkanmiz, uni qo'shnimiz ekardi. Shundan o'rganib ekkanmiz. O'shanda men 9-10 yoshlik bola edim. Mana salkam 50 yil bo'ldi. Sekin-sekin gulni ekib yurib, Allohdan tilab yurib, Alloh shu menga nimani berdi. Mashinadek chiroyli manzaralarni, gullarni Alloh berdi, men yaratdim shuni. Endi shuni mana shu ko'p xalqimizga, ko'p katta kichiklarga shu manzur bo'lyapti. Albatta, adashmasam bizni qarshimizda turgan gullar sizning ma'rifligingiz asosida yaratilgan. Bu gullar haqida ham Albatta. Mana shu gullar hozir 14-bahorda ko'rdi. Bu yaratilish tarixi buni Alloh bergan. Endi bu gullarda men oldin oddiy bittalik shtampochniy atirgul yasardik, bittalik. Bunga ham 18-20 yil bo'ldi. Sekin-sekin bizni nimalarimiz, sekin davonchilarimiz shuni kutib kelyapti. Endi sekin-sekin biz o'zgarishni boshladik. Alloh meni dilimga soldi shuni. Men shuni yaratdim. Bu bitta shipovniyni ekib 7 yil, 8 yil tarbiya qilib, mana stolni baquvvatroq qilib, men atrofiga 20-30 donadan mana shu mini rozadan ulab chiqqanman. Bu eng kamida 12 yil, 13 yilda bo'ladi. Mashinada keladi. Bu gulimiz 1 yilda 10 cm o'sadi xolos. Shuning uchun mana shu ahvolga kelishi uchun 12 yil, 14 yil vaqt ketadi. Hozir mana shu gullarimiz 14 yoshda. Bundan tashqari albatta ko'chatchilik bilan ham shug'ullanasiz. Albatta. Siz bugungi kunda davomchilarimiz davom ettirib kelyapti deb o'tdingiz. Mana oila a'zolaringiz ichida sizni kasbingizni sizdek sevib davom ettirayotganlari bormi? Hozir oilamdan meni o'g'lim elektrik bo'lib ishlaydi. Lekin ko'p narsada, masalan, ekishda, ulashda, boshqa narsalarda doim menga yordam beradi. Umr yo'ldoshim yordam beradi, kelinim yordam beradi, qizim yordam beradi. Ana maydaroq meni ro'zalarni qilaman, oilam bilan birgalikda qilamiz biz.
Xudo xolasa shular menga davomchi bo'ladi. Albatta, chunki baribir ham qonda bor deydi biz o'zbekchiligimizda. Albatta qon tortadi-da. Xohlasak, xohlamasak, haligi olma daraxtini tagiga olma tushadi deb bizga Albatta. aytishmaydi. Mana sizlar ko'rib turibsiz, juda go'zalliklar bu yerda bisyor. Xudo xohlasa, hozir video davomida imkon bo'lsa hovlini aylanib, gullarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Albatta, sizlarni ham tashrifinglarni ushbu xonadonga kutib qolamiz. Manzil mana shu Quva tumani, Begat qishlog'i. Biz Quva tumanimizga tashrif buyurib, Ubaydullohxon Mo'minov desangiz, albatta, yosh bola ham uylarni ko'rsatib beradigan darajada mashhur inson. Alloh albatta kasb-koringlarga baraka bersin. Xonadoningizda mana shunday kichkina gulchilarni ovozi doim jaranglab tursin. Bular ham ahli solih farzandlar bo'lib o'ssin. Omad tilab qolamiz sizlarga. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Tanjoy sog' bo'lsin sizga ham. Rahmat. Barcha kanal a'zolariga yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz va layklarni bosib, chiroyli izohlarda faol bo'lasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kelgan.